Hörmətli radio anlıqçılar, anlayatqanınlar Rusiya yazğıçısı Maksim Gorkining Şinjan Güzel Sanat Fotosurat nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Balılıq Davr nomli əsəri. Sen şu çağda menden rəncigəndin, şundaqmı? Dada, onu urma, mağa beri. Əmdi kögülgün görsən. Senin karın bulmuşsun. Məndən əsirməň, mən etməyəm. Doğru deysən, sən dəl onun özü. Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının ədəbi anlatış proqramısı Kitapxumar əzizlərimiz üçün. Dadam qarınqo'raq tar uydagi polning ustida oppoq kiyim kiygan yalang oyoq qo'llarini ko'ksiga qo'ygan holda yotadi. Uning ko'zlari mahkam yumilgan. Yiqimliq yuzlari qorayib ketgan bo'lib, ko'rimsiz g'alati tishlari qo'rqinchli ko'rinadi. Onam tizlinib o'ltirib, dadamning peshonasiga tushib turgan chochlarini kichik targ'oq bilan kayniga qayirib taravotadi. U bo'm xirildaq ovoz bilan bir nimalarni pichirlaydi. Gözlerden yoğan yaş damchilari taram töküledi. Momam mening qo'limdan tutib turadi. U boshdan oyoq sedam kiygan edi. Omi yig'ilg'ach meni hadab dadam tarafga ishtiradi. Men bo'lsam buningga o'nimay, uning kayniga mo'katdim. Yana kelib uning dadam bilan xo'shlashib olgan. Endi uni ikkinchi ko'rmaysan degan so'zlarini mo tushunmaydim. Men o'zimmo qattiq og'rib, texa andila o'rnimdan turgan edim. Men og'rib qolganda dadamning meni boqqanligi aniq yodimda. Keyin u tuyuqsizlik g'oyib bo'ldi. Uning o'rniga momam meni boqdi. Momam samimiy, qizqirliq so'zlaydi. Men birinchi kundan boshlabla uning bilan chiqishib qoldim. Endi men uning meni bu uydan tezroq elib ketishini umid qilyotdim. Onamning yig'isi meni ansizchilikka soldi. Men uning bunday holatini birinchi qitim ko'rishim edi. Ilgari u egri besiq, kamsiz edi. Doim pokiz yasnib yuradi. U egiz, bastlik edi. Endilikda bo'lsa, noytiratsiz kiyinib olgan bo'lib, to'xtamay o'kirib yig'laydi. Mening uyda o'rtirayotganimga xeyli uzoq bo'lgan bo'lsa-mu, lekin u menga bir qitim qarab qo'ymadi. Birdanla onam taslikda o'rnidan turdi-yu, ammo shu zamon o'ngtisiga uchib ketdi. Uning ko'zlari yumilib, chiroyi totirib ketdi va kishini cho'shtirgan ovozda eshikni yepinglar deb vaqirdi. Momam eshikka yugurib berib, qarindoshlarim, bu yerda ner ketinglar, uni to'lg'oq tutib qoldi deb vaqirdi. Men sandiqning keyingi bulunga mo'kib oldim. Shu yerda turib, onamning dod-faryod o'qib, tishlarini g'o'chiriltishlarini, o'zini har tarafga tashlashlarini ko'rib qo'rqib ketdim. Momam bo'lsa, uning yonida o'ltirib, samimiylik bilan "Valyusha, chidamliqroq bo'lgin" deydi. Opam bir necha qitim o'rnidan turgan bo'lsa-mu, shu zamon yana yiqilib tushdi. Birdamdan keyin qorong'uda birdanla buvoqning yig'ilgan ovozi anglandi. Momam o'g'ilkan dedi. Men bulungda uxlab qoptiman. Boshqa ishlar esimda yo'q. Keyingi ishlardan faqat bir narsa esimda qopti. Yomg'ir yig'ayotgan bir kuni qabristonlikning bir bulungida dadamning jasad sandiqining cho'nqir go'rga tushirilganligini ko'rdim. Go'rning yanida men va momam birga turardik. Momam beshini sangiltib uzoqcha jim turdi. Go'r yer bilan tang-tandirilgan bo'lsa-mu, momam yanla shu yerda turardi. Keyin momam meni itilab mangdi. Qolshatimdan chiqayotganda momam mendan "Sen nimishqa yig'lamaysan?" deb so'radi. Men yig'lig'im kelmadi dedim. Bir necha kundan keyin men, momam va onam uchimiz paraxotning kichkina xonasida o'ltirib ketib borardik. Amdila tug'ilgan ukam o'lib qolgan edi. Paraxot noyda ostimong'atdi. Şoňa biz Nijniy şäherige bir neçe günde aran yetip bardyk. Gözel täsiratlar bilen tolgan dastlapki bir neçe gün elimi eniq esimde turupdy. Men atdigan kechgacha
paraxotning palubasida momam bilan birga yurdim. Momam yuzidan nur chaqnagan xo'shalligidan ko'zlarini ochgan holda paraxotning u beshidan bu beshiga o'tadi. U pat-patla ruhlanib, qirg'oqqa qarab, ko'zlariga liq yosh olgan holda o'yin chiqmay turib qoladi. Men uni yubkasidan tortib, "Nemishqa yig'laysan?" dedim. Qadrlikim, xushalliqimdan yig'layapman. Qirib qoldim, yeshim 60dan oshdi. Dedi momam. Momam menga qaraqchilar, har xil dahshatli hayvonotlar va maxluqlar to'g'risidagi cho'chaklarni aytib beradi. Momam cho'chakni tuvan ovoz bilan sirli qilib aytib beradi. Men har qitim anglab bo'lib, yana birini aytib badab turib olatdim. Atrofimizga bir to'p soqolliq matroslar o'lchib olib, ularni cho'chakni anglab kulishadi va anglab bo'lib, "Moma, yana birini aytib beringa" deyishadi. Anam paraxotning palubasiga anda-sanda chiqadi. U hamisha bizdan o'zini qochirib, o'yin chiqmay yuradi. Bir qitim u momamga qattiqla tegib, "Ana, kishilar sizni masxir qilib kulishyapti" dedi. "Ular bilan nima ko'rim? Bo'pti, kulishiversin, kulib ko'ngli ochilib qolsin" deb parvosizlik javob berdi momam. Nijniy shahri ko'ringanda momamning balladek xo'shal bo'lib ketgani texicha esimda turibdi. U mening qo'limdan tortib baqirib, "Qara, nima degan go'zal, ha? Mana u Nijniy. U xuddi parilar turadigan joyga o'xshaydi" dedi. U onamga yalvargandek qilib, "Sen bu bir qarg'ina esingdan chiqib ketgandi, qarg'ina ko'ngling ochilib qoladi" dedi. Onam bo'lsa ko'ngilsizlik kulimsirab qo'ydi. Paraxot daryoning o'rtasida to'xtadi. Odam bilan liq to'lgan bir qiyiq bizning paraxotga qarab yaqinlashib, tuvan tushirilgan sho'tiga ilmak orqali tutashdi. Kishilar bir-birlab qiyiqdan paraxotning ustiga chiqishga boshladi. O'riq bir bovoy hammaning oldida oldirab chiqyotdi. "Dada!" Onam bo'g'iq ovoz bilan qattiq baqirib, o'zini uning qo'yniga otdi. Momam peqirg'ochga o'xshash pir-pir oylinib, birdamdala hammaylar bilan quchoqlashib, so'yishib chiqdi. U meni odamlarning oldiga ishtirib, oldirishlik bilan, "Bu tag'ang Mixail bo'ladi, buni tag'ang Yakov, hammang Nataliya. Bu ikkisi bir navra akalaring bo'ladi. Ikkilisining ismi Sasha. Mana bu bir navra hadan Katrina. Bular bizning urug' tuqqanlarimiz. Ko'pmikan?" dedi. Bovam meni kishilarning orasidan tortib chiqarib, beshimni silg'an holda, Sen kim bo'lasan?" deb so'rdi va men javob bergicha meni bir chetga ishtirib, "Ustiqallari dadisiga o'xshaydi ekan. Paraxotdan tushinglar" dedi. Paraxotdan tushdik. Biz bir to'p odam bo'lib, Edirni bo'ylab mangdik. Bovam bilan onam hammaning oldida ketib boradi. Ularning keyindan ikki tog'am o'yin chiqmay mangdi. Tog'am Mixail chochlarini siliq qilib targ'an. Qarmoqqa bovamga o'xshash o'riq edi. Tog'am Yakovning chechi oq seriq edi. Yana bir necha semiz ayol va 6 bola bor edi. Bularning hammasi mendan cho'ng edi. Hammasi o'yin chiqamay oldiga qarab ketib boradi. Cho'nglarmi, kichiklarmi hech qaysisi menga yoqmadi. Men ularning orasida o'zimni yot kishidek his qildim. Hatto momammi meningdan yiroqlashgandek tuyuldi. Bo'libmi bovam menga yoqmadi. Men shu zamot uning qiyofatidan bir xil dushmanlikni sezgandek bo'ldim. U menda o'zga nisbatan bir xil alohida diqqat e'tibor va qo'rqinish oralash qiziqish paydo qildi. Biz o'yliga kirdik. O'ylimi noiti yiqimsiz so'rin edi. O'ylining hamma yeriga o'ldiraqlar esilgan. Yo'g'on to'nglarda har xil ranglik suvlar turadi. Bu to'nglardami raqlar chiloliq turadi. Bir bo'londiki o'rilib ketay deb qolgan pakar uyning ichida mashtik o't lovuldab yeniyotadi. Mashning ustida bir narsa qaynayotadi. Kimdir biri yuqori ovozda "Sandal och, qizil sulfat" degandek g'alit so'zlarni davotadi. Tasvirlab bo'lmaydigan darajadagi g'alit turmush kishini hayron qoldirgudek surat bilan davom qilishga boshladi. Men bu turmushni go'yo rahimdil va oq ko'ngil bir dona odam ustuliq bilan aytib bergan fojialik bir cho'chakdek eslayman. Oshu bir to'p ahmoqlar oilasining qorong'uliqqa botgan turmushida rahimsiz ishlar bakli ko'p edi. Bobomning oilasi kishilar orasida bo'ldigan qattiq o'ch adovat bilan to'lgan edi. Bu o'ch adovat cho'nglarni zaharlab qolmay, kichik bolalarni maftun qilib olgan edi.
Keyindirək momamdan anlap bilishimcha, onamning kelishi bilan uning ikki inisi bovamdan ayrilib turishni qattiq talab qilib etibdi. Onamning tuyuqsiz qaytib kelishi ularning bo'linib chiqish niyatini teg'imi kuchaytirib etibdi. Onam o'z vaqtida bovamning roziligiga qaramasdan o'z beshimchilik bilan arga takanligi uchun bovam uning atab qo'ygan to'yliqlarni bermay o'zi ep qolgan ekan. Tog'alarim opamning ana shu narsalarni qaytadan talab qilib qilishdan qo'rqadi ekan. Tog'alarim bu narsalarni o'zlari bo'lishmoqchi ekan. Ular yana kimning shaharda qilib bo'yoqchilik do'koni echish kerakligi, kimning yezg'ib yerish kerakligi ustida uzundan beri jidal qilib yurgan ekan. Biz kelib uzun o'tmay bir qitim tomoq vaqtida ikki tog'am tuyuqsizla o'rnidan chashirib turib, morvor qilib bovamga devaylashdi. Bovam poganda qisirib ketgan holda, "Senlar berib divonchilik qilish" deb vaqirdi. Momam qayg'u hasratlik chiroyini purishtirib, "Hammani ularga bo'lib berivetsang, ondan qulqing tinchiydi. Bo'lib berivet" dedi. "Og'zingni yom, hammani qilgansan" deb vaqirdi bovam. Onun bo'yi pakar bo'g'ini bilan ovozi quloqni yorg'ida qattiq edi. Mixail tog'am birdilla enisining yuziga bir tastak soldi. Enisi shu zamot o'kirab, aksining yoqasiga esildi-da, ikkisi yerda pomliqlashib urishib ketdi. Balalar yig'lashdi. Xizmatchi ayol balalarni elib chiqib ketdi. Yosh shagird Seganok Mixail tog'amning dömisiga minib oldi. Ko'zoynak taqagan taqir bosh, changi soqolliq ustam Gergori eg'ir besiqlik bilan tog'amning qo'lini lo'ngi bilan bog'ladi. Bovam ustalning atrofida yugurib yurib, "Senlarning okfki bo'g'ini qani, bir qo'ziqdan chiqini qani" deb vaqiraydi. Ondan u momamga, "Ey saran xotin, sen tuqqan bu yirtqichlarga qara" deb vaqirdi. Momam ishki olqini bilan bovamning beshini tutdi. Bovam bo'lsa yuzini momamning mo'risiga qo'yib oldi. "Bo'lib berivetsam bo'ldigan o'xshaydi onasi" "Bo'lib berivetgan dadisi, bo'lib berivet" Ular uzoq paranglashdi. Avval suhbat siliq ketib boradi. Lekin keyin bovam momamga, "Men seni bilaman. Menga qaraganda sen ularni bakrak yaxshi ko'rsan. Ular mening barliq mol-mulkimni bozib chechib to'ydi" deb vaqirdi. Oradan bir necha kun o'tib, o'ymoq uchun qattiq jidal chiqdi. Bir kun kechqurun kechki tomoq oldida tog'alarim Gergori ustam bilan birga bo'yilib bo'lgan andiraxtlarni to'p-to'p qilib tikib o'tadi. Mixail tog'am ko'zi ancha ko'maydigan Gergori ustamga chaqchaq qilmoqchi bo'lib, Yakov tog'amning 9 yoshlik bolasi Sashaga ustamning o'ymoqini shamning o'tida qizdirib kelishni buyurdi. Sasha o'ymoqni qattiq qizdirib, sezdirmasdan Gergorining yoniga qo'yib o'zi mukib oldi. Dal shu chaqda bovam kirib kelib, ishlamoqchi bo'lib, heliq qizirilgan o'ymoqni qo'liga soldi. Men bongchongni anglab yugurib kirganda, bovam ko'ygan qo'li bilan qo'lig'ini tutib olib, tepshaklab turib, bu kimning ishi deb vaqirayotgan ekan. Mixail tog'am ustalga engishib turib, ha deb o'ymoqni chiqarmoqchi bo'lib kuchaydi. Yakov tog'am yugurib chiqib ketib, mashning kayniga o'tib olib, o'g'irliqcha kulishga boshladi. "Bu Yakovning o'g'li Sashaning ishi" dedi Mixail tog'am. Birdilla Yakov tog'am mashning kaynidan sakrab chiqib, "Yolg'on so'zlama" deb vaqirdi. Uning o'g'li Sasha mashning kayinida yig'lab turib, "Dada, uning gapiga ishonma, u o'zi menga o'rgatdi" dedi. Tog'alarim bir-biri bilan tilash qiltirdi. Bovam birdilla shuk bo'lib, meni yetilguncha o'ng chiqmay chiqib ketdi. Hammaylan xatolikni Mixail tog'amga qo'ydi. Choy ichayotganda men tabiiy holda, "Endi uni uramsiz" deb so'radim. "Albatta uraman-da" deb javob berdi bovam ochig'i bilan menga ko'zning qirida qarab qo'yib. Mixail tog'am ustalni birini mushlab, onamga, "Shumtikoning og'zini yiqin, bo'lmasa bo'ynini uzib tashlayman" deb vaqirdi. "Qani, qo'l tekkizib baqina" dedi onam. Hammaylan jimjit bo'lishib ketdi. Hammasining onamdan qo'rqadiganligi menga aniq bilinib turadi. Hatto bovammo onamga gap qilganda, boshqalarga gap qilgandek qattiq ovoz bilan emas, balki bo'sh, siliq ovoz bilan gap qiladi. Buningdan o'zimcha nihoyat xush bo'lib ketdim. Shundaqla ko'ralgan holda tog'alarimning bolalari oldida maqtanib, "Mening onam hammadan yomon" deydim. Ular bir nim deyamaydi.
Lekin shanba kuni yuz bergan ish mening onamga bo'lgan bunda qarashimni tavirtib qo'ydi. Shanbadan burun men xatolik o'tkazib qo'ydim. Cho'nglarning apchilik bilan daraxtlarning rangini o'zgartishlari meni nihoyat qiziqtiradi. Seriq raxtni qop-qora suvga solsa, u to'q ko'k rangga o'zgaradi. Kulrang raxtni qizil suvda chayqasa, beg'ir rangga kiradi. Bular qarmoqqa o'ng'aydek bo'lgani bilan uni zotli tushunolmaydim. Men o'z qo'lim bilan bo'yab boqqim keldi. Bu o'yimni Yakov tog'amning o'g'li Sashaga aytdim. U eg'ir besiq bir bola bo'lib, doim cho'nglarning yendida yuradi. Hammasiga qizg'in muomala qilib, har vaqt har kimning ishini qilib bergisi keladi. Cho'nglar uni gap anglaydi, zerak bola bo'ldi deb maqtashadi. Lekin bovam uniga olib qarab, voy xushamatchi deydi. Yakov tog'amning o'g'li Sasha ham o'ruq, ham qarmutuq kelgan bo'lib, so'zlaganda pasaboz bilan oldirab, do'duqlab, xuddi qayergadir qechishni pamlayotgandek orqa oldiga qarab so'zlaydi. U mening ko'nglimga toza yoqmaydi. Men uni qaraganda Mixail tog'amning kishilar nazar solmaydigan o'rin o'g'li Sashaga amriq edim. U nihoyat yuvosh, ko'zlari qayg'uliq, kulimsirishi yiqimliq bola bo'lib, o'zining muloyim onasiga to'limi o'xshaydi. Uyda odam chiq bo'lsa-mu, lekin u hech kimga aralashmay, bulung pushqoqlarda kashqo'rinlari deriz tubida o'z yolg'iz o'ltirishni yaxshi ko'radi. Menmu uning bilan deriz tubida qistilib, ön chiqmasdan soatlab o'ltirishni, kechki shafaq nurida qizargan osmonda to'qina qog'larning cherkovning egiz munarlarini cho'rdab, u yoqdan bu yoqqa uchib yurishlarini. Ularning bir yuqori ko'tarilib, bir tuvan qarab so'ngishlarini. Keyin birdinla bo'sh osmonni qoldirib, qoyoqlarga doğru uchib ketishlarini tomosha qilishni to'liq yaxshi ko'ratdim. Yakov tog'amning o'g'li Sasha bo'lsa, har qanday narsa to'g'risida cho'nglardeklar ham ko'p, ham keskin so'zlaydi. U mening bo'yoqchilikni o'rganish havasida yurganligimni bilib oldimi qandoq, menga bayram kunlarida ishiladigan oq dasturxonni ishkabdan elib chiqib, ko'k rangga bo'yashni aytdi. U nihoyat astoydillik bilan hammadan oq narsani bo'yash bekli oson, men buni obdan bilaman, dedi. Men bu yo'g'on ig'ir dasturxonni elib, yugurgan peti o'ylig'i chiqdim. Men uning bir uchini ko'k bo'yoq bir qozonga salosanmayla, qayerdandir eliqi siganok to'satdan paydo bo'lib, qo'limdan dasturxonni tortib oldi. Ondan keyin eshik yo'chiqidan mening ishimni tomosha qilib turgan Sashaga "Tez berib, momoni chaqirib kel", deb vaqirdi. U bir ashimliqning bo'ldiganligini pamlab, beshini chayqab, "Endi ko'gilgonni ko'rsan", dedi. Momam yugurib yetib kelib, ahvolni ko'rib, cho'chib yig'lab ketdi. Ondan keyin noyt kulkilik gaplar bilan meni tilg'iltirdi. "Hay salpon quloq, seni beshimdan egiz ko'tirib yerga tashlab etmaydigan bo'lsam." Ondan momam Seganuqqa, "Sen bu ishni bovonga aytma, o'zim bir amal qilib buni bostirib qo'yaman." "Mendan asirmang, men aytmayman. Sasha chiqishtirib yurmisli bo'ladi-ku." "Men uningga ozroq pul berib, og'zini yopaman", dedi momam meni uyga yetilab ketib berib. Shanba kuni kechda men oshxonaga elib berildim. Oshxona jimjit qorong'u edi. Kang o'rindiqda Seganok o'mib o'ltiradi. Bovam bulungki yo'nda to'kadigan dasning yenda turib, uning ichidan uzun chiviqlarni elib, ularning birining yeniga birini tizib, bir bog'lim qilib, havoda u yoqdan bu yoqqa pulanglatdi. Momam uyning qorong'u bo'lingida turib, bir nimani deb qo'dingshaydi. Yakovning o'g'li Sasha oshxonaning o'tirisidagi o'rindiqda o'ltiradi. U xuddi qalandarga o'xshash qandoqdir ovoz bilan "O'tinib qolay, meni kechiring", deb yalvuratdi. Mixail tog'amning o'g'li bilan qizi o'rindiqning keyinda yonma-yon turib, yog'ishda qaytibli qilgan edi. "Avval toza o'rab, ondan kechiraman", dedi bovam bir tal chiviqni qo'liga olg'ach tamkinlik bilan. "Tez bo'l, ishdan uni sol". Sasha o'rnidan turib, ishtinni tizig'icha tushirib, ikki qo'li bilan tutib, engishgan peti daldang'ishib o'rindiqning yeniga bordi va yuvashlik bilan o'rindiqqa dumbib yotdi. "Yaqinroq kelganda otaman", deb bovam meni chaqirdi. "Angladingmi? Mana qarab tur-a, urush qandoq bo'ldi ekan? Ber." U qo'lni ancha egiz ko'tarmay, chiviq bilan yalang'och badanga tarsiltib urdi. Sasha chaqirib ketdi. "Qovliqimma, buning ortqini yo'q. Mana bu og'irtadi",
Chiviq shundoq urildiki, shu zamon bolaning badinda qip-qizil bir yo'l qopirib chiqdi. Sasha o'kirib yig'ilibdi. Sasha quloqni yorug'dek darajada chaqirib turib, "O'tinib qolay, endi qilmayman. Dostixonaning ishini badimg'o", dedi. Bovam tamkinlik bilan, "Chaqinchilik bilan aqllanmaysan. Birinchi qamchini chaqimchi yeydi. Boyqizni o'ymoq uchun, mana bunisi dostixon uchun", dedi. Ondan bovam menga tikildi. Momam menga etilib kelib, ikki qo'li bilan meni quchoqlab olib, "Uni sana bermayman. Sen bekli rezilkensen", deb vaqirdi. Momam puti bilan eshikni tepib, "Var, qiynisan", deb onamni chaqirishga boshladi. Bovam momamga etilib kelib, uni ishtirib etib, meni tatib oldi. Men uning qo'lida tipirlab, soqildan tatdim va bir barmog'ini tishlab oldim. U meni o'rindiq ustiga eriqtib tashlab, "Bog'langlar, uni bir savdo qo'ymaydigan bo'lsam", deb dahshatlik vaqirdi. Onam chiroy totirgan, ko'zlari chakchaygan holda yugurib kelib, xiqroq ovoz bilan, "Dada, uni urma, menga bering", dedi. Bovam meni tovushimni ketkichi urdi. Shuningdan keyin og'rib qolib, bir necha kun karvatda yotdim. Og'rib qolgan kunlarim hayotimdagi muhim kunlar bo'ldi. Bu kunlarda men o'zimni tezla cho'ng bo'lib qolgandek his qildim. Shundaqla menda boshqacha alayda bir xil tuyg'u paydo bo'ldi. Go'yo yuragimning terisini so'yayotgandek xo'rliq va dard alamlarni darrov sezdigan bo'lib qoldim. Hammadan avval momam bilan onamning gap talashishi meni hayron qoldirdi. Momam g'azab bilan onamdan, "Sen nimishqa uni ajratib olmaysan?" deb so'radi. Men qo'rqib ketdim. Mushu baston bilan qo'rqdim deyishga uyalmamsan, men texi qeri turibmi qo'rqmasam. Bo'ldilar ana, uni o'ylasam, sen uni yaxshi ko'rmaysan. Yetim o'g'lingga iching og'rimaydi. Onam eg'ir ham qattiq ovoz bilan, "Uni desa, men o'zimmi umrlik yetimman", dedi. Keyin ular bo'lingda o'ltirib, uzoqcha yig'lashdi. "Mushu balamni demasam, shiraqlarga ketgan bo'lardim. Bu yerda yashayamog'dayman ana. Taqatim qolmadi", dedi onam yig'lab turib. Shuningdan keyin men onamning kuchli emasligini, umi boshqalarga o'xshash bovamdan qo'rqadiganligini bildim. U men uchunla mushu uyda turayotgan ekan. Uzun o'tmay onam rostla g'oyib bo'ldi. U nag mehmondarchilikka ketdi ekan. Bir kuni bovam ushtimtut kirib keldi. U karvatda o'ltirib, muzda qo'li bilan beshimni silab, "Yaxshimisan? Gap qilsang-chu, ochig'ingni qo'ya", dedi. Onu bir tepkim keldi-yu, ammo og'riqning dastidan qamirlayolmadim. Bovam yonchiqdan pechini kamput, olma va yemish chiqarib, "Qara, buni sana keldim", dedi. Bovam peshonamga suyib qo'yib, "Shu kuni sal qattiqroq urib yetibdi meni. O'zingni meni tishlab olding, mo'rlading. Shuning bilan ochig'im kelib ketdi. Lekin o'shiqchi tayoq yeganning ziyni yo'q. O'zingni odam ursa hech bo'lmaydi. Sen meni tayoq yemagan deb o'ylamsan. Mening yegan tayoqlarimni qo'rqinchli tushundimi ko'mgansan. Oqibati qanday bo'ldi? Men yetim o'g'il bo'lsam-mu, katta odam bo'lib chiqdim-ku", dedi. Bovam o'zining o'riq badani bilan menga asta yo'linib, o'zining bolalik davrini so'zlashga boshladi. "Sen bo'lsang paraxotga kelding. Men bo'lsam yoshlig'imda Volga daryosining iqimiga qarshi kiyimini o'z kuchim bilan so'raydim. Kiyimi suvda mangsa, men qirg'oqda yalang'oyoq qirliq tashlarni dasab oldiga qarab so'raydim. Kun yelkangni kuydiratdi. Beshing bo'lsa cho'yinga o'xshash qizib ketadi. Usti beshingdan tar quyilib, ko'zlaringga kirib, hatto yo'lni aniq ko'rolmay qolasan. Bu xo'rliqning nemisini aytsan, ko'zingdan to'xtamay yosh to'kildi." Bovam so'zni davom qilyotdi. Bu vijik o'riq bovoy mening nazarimda bir dil cho'chaklardagi kuchli odamga aylanib qoldi. Bovam ta kashkirgacha so'zladi. Uydan chiqib ketilgan chog'da men bilan mehribonlarcha xo'shlashdi. Shunda men bovamning yomon, qo'rqinchli odam emasligini bildim. Lekin uning meni qattiq urganligini eslasam, ko'nglim buzilib yig'lab yetdim. Men uni zotli unutmaydim. Bu kunlarda meni yo'qlab kelganlar ichida meningda eng ro'shan ta'sirat qoldirgani Segonuk bo'ldi. U bir kun kashqurlikqa kirib keldi. "Ma'uni qara", dedi. U yengini jayniga yechib turib va qip-qizil bo'lib qopirib ketgan belikini ko'rsatdi. "Ko'rdingmi bu ishni?
Asli buningdan battardi. Hozir xeyli saqayib qolgani. Bovang g'azablanib ketgandan keyin qarsam seni urayotgandek qildi. Tayoq tegidigan yeringga mush berkim tutib berdim. Chiviq sunib ketsa, bovang ikkinchi chiviqni elib kelgicha momang yoki onang kelib seni ajratib qoladi deb o'ylagandim. Kim bilsin, chiviq sunmadi. U suvda uzun turib avrishim bo'lib ketgan ekan. Degan bilan sen ko'p tayoq yemeding. Qara, tayoq menga tegdi. U yaqinliq muloyim ovozda kuldi. Men uni nihoyat yaxshi ko'radiganligimni uningga aytdim. U menga "Men seni yaxshi ko'rganligimdan jinimning og'rishiga qaramay sen uchun tayoq yedim-da. Boshqa odam bo'lgan bo'lsa nimkorimdi" dedi. Ondan u menga ostag'ini uyitib mondaq dedi. "Esingda bo'lsin, bu qitim tayoq yeganda badningni qo'rib olma. Badningni qo'rib olsang og'riq aslab kuchaydi. Teningni bo'sh qo'yib bergan. Dimingni bo'g'may, cho'nqir nafas elib, jiningni barcha vaqirab bergan." "O yana uramdi" deb so'radim men. "Seningcha urmasmi? Albatta urdi. Pat-pat urib turadi, dedi Siganok tamkinlik bilan. "Nima uchun? Ish qilib bovang bahon topadi. Agar bovang chiviqni bir xilda tik o'tirib ursa, o'zingni bo'sh qo'yib deb unchiqmay yetavergan", dedi u yana menga o'gitib. "Agar chiviqni o'ziga tatib ursa, sen chiviq bilan birga shu tarafga qiysaygan. Uqdingmi? Mushunda qilsang ancha og'irmaydi. Bu ishda mening ipim borda. To'la tayoq yeb terilarim qaytib ketdi. Terimdan palay tiksim bo'ldi", dedi u menga ko'zni qisib qo'yib. Men uning xushxuy chiroyiga qarab turib, momam aytib bergan cho'chakni yana esladim. Men sog'aygandan keyin Seganokning bu uyda alayda o'ringa ega ekanligini bildim. Bovam uningga o'zining bolalariga boqirgandek qattiq boqirmaydi. Bovam uning keyindan gap qilganda, "Uning qo'li oltin, u ajoyib odam bo'lib chiqadi", deb qo'yatdi. Tog'alarimmi Seganokqa muloyim va do'stona muomala qiladi. Hech qachon uning Gergoriy ustamga qilgan chaqchaqlarini qilmaydi. Ular har kundagidek kechda Gergoriy ustamga bir qitim chaqchaq qilmaydi. Ya uning qaytisining sepini o't qizdirib qo'yadi. Ya o'ldirilgan o'rniqiga uchini tik qilib mix qo'yib qo'yadi. Yani uning ko'zi aniq ko'rmaydigan bo'lg'achqa uning yeniga har xil rangdagi raqlarni qo'yib qo'yadi-da, u bularni bir qilib tikib qo'yadi. Natijada u bovamning tiliga qoladi. Ular xilma-xil qiliqlarni o'ylab topadi. Lekin bularga Gergoriy ustam ön chiqmasdan chidaydi. Faqat dazmol, qo'ycha, qizquch yoki o'yma qamoqchi bo'lsa, avval barmoqlarini tukurgi bilan o'rlab, ondan qo'li bilan tutadi. Vaqtning uzarishi bilan buni odat bo'lib qolgan edi. U hatto tamoq vaqtida pichoq belgini elishdimi, avval barmoqlarini o'rlaydigan bo'lib qolgan edi. Uning bu qiliqlari bolalarni kuldirib O'g'illarning bunday qilqiga bovamning qanday muomala qilganligi esimda qolmabdi. Lekin momam hamon bolalarga mushtin tugib turib, "Voy uyatsizlar, sharmandilar" deb vaqirib qo'yadi. Tog'alarim Seganokning keyindan yomonlab, uni o'g'ri, o'rin deb tilashadi. Men momamdan buning sababini so'radim. U menga tushuntirib, ular kelgusida o'z oldiga bo'yoqchilik do'koni ochganda Siganokni o'zlari ishlatmoqchi. Shun ular Siganokni bir-biridan qizg'anib, uni yaxshi ishlamaydi deb yomonlaydi. Amaliyotda ular yolg'on aytadi. Ular Siganokning ular bilan birga bo'lmay, bovang bilan birga bo'lishidan qo'rqadi. Bovangning g'alati mijozi bor. U Siganok bilan birga boshqa bo'yoqchilik do'koni etishi mumkin. Bu hol tag'ilring uchun to'liq foydasiz. Tushundingmi? dedi. Men yana momam bilan birga turishga boshladim. Xuddi paraxotkiga o'xshash, u har kun kechda uxlashdan burun menga cho'chak aytib beradi. Yoki o'zining hayotini cho'chakdek hikoya qilib beradi. U bolalarning bo'linib chiqishi, bovamning yangi uy setib olishi qatorliq uy ishlari to'g'risida so'zlaganda, uning gaplari oila asosining gapiga o'xshamasdan, xuddi bu oilaga yot bo'lgan bir kishining gapiga o'xshaydi. Seganokning tashlab etilgan bola ekanligini va uni darvozning yeniga o'rindiqdan tepib olganligini momamdan uqdim. "Nima uchun bolani tashlab ketdi?" Momam birdan ön chiqmasdan turib qoldi. Keyin uliq kichik tinib qo'yib so'zni davomlashtirdi. Hammasi kambag'allikning kasabti. Ba'zida kambag'allikdan hech qanday amal qolmaydi. Buvang aslida Siganokni saqchiga opirib bermoqchi bo'lgan edi. Men o'zimiz beqib olayli deb unumgan edim. Men Siganokni nihoyat yaxshi ko'raman, dedi momam so'zni davomlashtirib.
Sizlardek go'daklarni yaxshi ko'raman. Men Siganokni beqivaqandan keyin u kunning seriqini ko'rib qoldi. Sen uni yaxshi ko'rgin, u oq ko'ngil bola. Men Siganokni rasulni yaxshi ko'ratdim. U doim meni hayron qoldiradi. Har shanba kuni bovam bir hafta ichida xatolik qilgan bolalarni urib chiqqandan keyin oshxonada qiziq o'yin boshlanadi. Siganok suvarakdan bir nechini tutib olib, qog'ozdan chani yasab, uni ularning ustiga qo'yib, ustalning ustida u yoqdan bu yoqqa choptiradi. Ba'zida u chashqonlarga komanda berib, ularni tik turg'izib, uzun quyruqini so'ritib, keyin puti bilan mang'uzadi. Ba'zida u yana qarta yoki tangi pul bilan sehriyatlik qilishni biladi. Buni o'ynaganda boshqa bolalardan bakrak qattiq baqiraydi. Bu vaqtda uning boshqa kichik bolalardan hech qanday farqi qolmaydi. U amdili 19 yoshda edi. Bo'libmi Siganokning bayram kechalaridagi holati zodi esimdan chiqmaydi. Bundaq chaqlarda bovam bilan Mixail tog'am mehmondorchilikqa ketib qoladi. Yakov tog'am gitarni ko'tarib oshxonaga kiradi. Momam ustalga choy va aroqlarni akiladi. Hammaylar hadab yeb ichishadi. Bolalarmi tatliq turimlarga ega bo'ladi. Yakov tog'am gitarni soz qilib bo'lgandan keyin o'z odati bo'yicha amsi men boshlayotdim deydi. U tarlarni asta chekib, kishining yuragini titirtadigan bir ohangga chaladi. Buni anglab hammaylar ixtiyorsiz ezilib ketadi. Cho'nglarmi o'zini kichik bolaga aylanib qolgandek his qilishadi. Hammaylar xiyol surib, jimjitlikqa cho'kadi. Yakov tog'am biroz ichib olgandan keyin doim degidek bir yaqinlik ohang bilan naqsh aytadi. Siganokmi boshqalarga o'xshashla gitarni diqqat bilan anglaydi. Ba'zida birdinla afsuslangan holda o'q tortib, "Hey, ovozim yaxshi bo'lgan bo'lsa, toza naqsh aytgan bo'lardim-da", deydi. Momam ulug' kichiktinib, "Bo'ldi, Yakov, yuraklarni ezivatding. Siganok, endi sen bir usul o'ynab bergin", deydi. Siganok o'zini tuzashtirib, ko'ngligini tortib qo'yib, oshxonaning o'tirisiga chiqadi. U izo aralash kulimsirgan holda, "Yakov, sho'x muzikaga chaling", deb iltimos qiladi. Gitar sho'x jaranglab ketadi. Siganokning butun a'zoyidan o't yongandek bo'lib, qo'llarini kerib, burkitda qanot yeyib, hayron qolgudek tez cho'rgilaydi. U quloqni yarg'idek pushuqtib, xuddi qarlig'ashdek taqlaydi. Siganok usulni so'q-sho'q bilan o'ynaydi. Navoda ishni echitadigan bo'lsa, u usul o'ynagan peti butun shaharni aylanib chiqadigandek qiladi. Ustalning atrofida turganlarning put-qo'llari ixtiyorsiz tavirnadi. Ular hadab baqirishadi. Gergoriy ustam olqini bilan taqir beshini silab qo'yib, o'zicha bir nimlarni g'ingshib qo'yadi. U birdan menga engishib, og'zini qulqimga yaqin qilib, "Dadang hayot bo'lgan bo'lsa, umi bir o't bo'lib yonadi. U ajoyib xushchaqchaq o'yinchi odamdi. U esingda bormi?" dedi. "Esimda yo'q." "Esingda yo'qmi? Ilgari momon bilan o'shkisi usul o'ynab, biroz to'xtab tur." U o'rnidan turib, momomga ta'zim qilib, "Marhamat qilib bir ishga aylanib bering, bizni xush qilib qo'ying", deb yolvordi. "Sana ning bo'ldi?" dedi momom pisingida kulib qo'yib. "Men qandoq usul o'ynag'idayman, boshqalarning kulkisiga qanmay yana." Boshqalarmi uninga yolvorishga boshladi. Shuning bilan momom yashayollardek o'rnidan turib, ko'ngligini tuzashtirib, "Kulsanglarmi kulayveringlar, Yakov, sazingni boshqa padiga chal", deb vaqirdi. Yakov tog'am sozning ritmini osiltishga boshladi. Momom usul o'ynayotgandek emas, balki nimanidir hikoya qilayotgandek edi. U xiyol surgan holda atrofga qarab, noyt siliq qadam tashlaydi. U birdinli quyundek beqirib ketdi. Momom usul o'ynab bo'lgandan keyin hammaylar uni maqtashib ketishdi. Bularning hammasi intayin qiziqarli edi. Kishilarning ko'nglidagi qayg'u hasratlarimi, xo'shalliklarimi bilib bo'lmaydigan tezlikda bir-biri bilan almashib turadi. Bir qitim Yakov tog'am ancha mas bo'lmasimi, ustidagi ko'ngligini yeritishga, o'zining chochlarini, bo'ritlarini, burnini va qalpoqlarini yulib tortishga boshladi. "Bu qandoq turmush?" deb vaqirdi u ko'zlaridan yosh oqizgan holda yig'lab turib. "Men degan bir lukchak, men bir lolmishit." "To'g'ri deysan, sen dal uning o'zi", deb g'udunchidi Gergoriy ustam. Tog'amning ko'z yoshlari va vaqirashlari meni hayron qoldirdi. Men momamdan tog'amning nima uchun yig'laganligini, nima uchun o'zini undoq tilaganligini va urganligini so'radim.
Sen hammani bilmoqchimi? Dedi momam burunqida qisqin javob beradigan odatiga o'xshamagan holda. Sening bu ishlarni tushunishingga texi boldur. Bu hol aksicha meningki qisqishni teg'imi kuchaytirdi. Men bo'yoqchilik uyiga berib, Siganovga yalvorib turib oldim. Uningmi menga javob bergisi kelmadi. U jeli bo'lib meni bo'yoqchilik uyidan ishtirib chiqaribdi. Gergoriy ustam miyaga kelgin deb menga qo'l ishora qildi. U meni tizg'i o'tirg'izib, "Tag'an xotinni urib o'ldirib qo'ygan, endi vijdon azobi tatiyotdi", dedi. "Qanday urg'andi? Kashda ishkisi yotganda uni yotgan bilan purkab mahkam besib urgan. Nima uchun urdi? Buning sababini o'zim bilmisi kerak", deb so'zni davomlashtirdi ustam. "Ehtimol xotini o'zini yaxshi bo'lganligi uchun urgandi. Bu oiladagilar yaxshi kishilarni yoqtirmaydi. Sen momongdan so'rab boqqan, ularning dadangga qanday ziyonkashlik qilganligini bilasan. Momong yolg'on aytmaydi. U aroq ichsimi boshqalarga yomonlik qilib boqmagan." Mening Siganov bilan bo'lgan do'stligim o'zliksiz kuchaymoqda edi. Momam tong sahardan to kechgacha uy ishi bilan mashg'ul edi. Men kun bo'yi degudek Siganovning yenidan ketmaydim. Bovam meni urganda u har doim o'zining qo'lini chiviq tutib beradi va ats qapirgan qo'llarini menga ko'rsatib, "Hech nimaga yarmaydigan birdim ekansan. O'zingga ostagmidi. Menga nima? Qara bularni. Endi mening nimkorim tatquliqni o'zing tatiyvergan", deb og'rinatdi. Lekin keyingi qitim tayoq yeganda u yana qo'lini tutib beradi. Uzoq o'tmay Siganov to'g'risida yana bir ishni bilib qoldim. Har juma kuni Siganov otni yo'g'on kangchaniga qo'shib oziq-to'lik elib kelish uchun bozorga ketadi. Ba'zida nihoyat uzoq vaqtgacha qaytmaydi. Uydagilar uningdan ansirab, yildan yilga ko'chaga qarashadi. Hammadan to'liroq momam ansiraydi. "Sizlar odamnimi, otnimi halok qilasizlar-ku", deydi bovam bilan tog'alarimga. "Sizlar uyalmaysizlar, bu aqlsizlar, oshko'zlar." Baldi, bu oxirgi qitim qisi bo'lsin", deydi bovam qo'shimsini turib. Ba'zida Siganov tushga yaqin qaytib keladi. Bovam bilan tog'alarim uni ko'rishi bilanla o'yliga yugurib chiqadi va chandiki cho'shqa va to'g'ri, o'rdak, beliq go'shtlarini to'shishga boshlaydi. "Aytgan narslarimning hammasini ep keldingmi?" deb so'rdi bovam chandiki narsalarga ko'zi yurdi. "Deganlaringizning hammasini ep keldim", dedi Siganov bir tarafdan isini bilish uchun o'yilda u yoqdan bu yoqqa sakrab, bir tarafdan palak yegan qo'llarini bir-biriga urib. "Palayni urib yerda o'tma yana, uni pulga olgan", deb ochiq bilan voqirdi bovam. "Pul eshib qoldimi?" "Yo'q, oshmadi." Tog'alarim turli yemekliklarni xo'shallik bilan qo'liga elib, dansab ko'rib, "Qaltis yigit jimosan, tanlashni bildigan", deb maqtashadi. Mixail tog'am Siganovdan so'rashga boshladi. "Dadam sana qancha pul bergan?" "5 rubli." "Bu yetgan narsalar 15 rubliga yaraydi. Sen qancha xashlading?" 4 rubli 10 kopek. Ondaqda 90 kopek yanchiqonga tushibdi-da. "Qarg'ina Yakov, o pul tepishga nimanda usta?" Siganov o'ynoqlab momamning yeniga keldi. "Ko'zimdan yo'qol", deb voqirdi momam yerni tepib turib. "Bugungi ahvoli seni yaxshi ko'rmaydiganligimni bilasan-ku." Men hayron bo'ldim. Momam menga Siganovning bozorni elib kelgan narsalarning to'lisi o'g'irlangan narsalar ekanligini aytib berdi. Bovang uningga 5 rubli bersa, 3 rublilik narsa setib olib, 10 rublilik narsani o'g'irlab keladi, dedi momam xafa bo'lib. U birinchi qitim o'g'irlik qilib, ta'mini tetib qoldi. Uydagilar uni hadab maqtag'ashqa, u o'g'irlikqa odatlanib qoldi. Bovang kichkida japoni to'lib tatgan, qirg'anda noyta oshko'z bo'lib qoldi. U pulni o'zining bolalardan afzal ko'rdi. Boshqalarning bekorga berishini yaxshi ko'rdi. Mixail bilan Yakov bo'lsa, momam birdam turib olib, Siganov o'g'irlik qilib tutilib qolsa o'lgicha tayoq yeydi, dedi. U yana biroz jim turib olib, past ovozda, bizda qonun qoidalar nihoyat ko'p bo'lgani bilan, lekin haqiqat yo'q, dedi. Atsi men Siganovga ikkinchi o'g'irlik qilmaslikni aytib, tutilib qolsang o'lgicha tayoq yeysan deb yolvurdim. Men qo'lga tushmayman, o'zim nihoyat chaqqan, boshqalar sezmaydi, dedi u kulimsirab. Lekin shu on chiroyini turib, o'g'irlikning yomon ham xatarli ekanligini o'zimmi bilaman. Buni faqat ish pishqimni chiqarish uchun qilaman. Pulni yig'mayman. Baribir topgan pulimni bir haftaga qolmay tog'laring pak-paki supirib yetadi. Ko'p o'tmay Siganov o'lib qoldi. Ahvol mundoq bo'lgan edi.
O'ylida darvozaning yanida do'p yog'ishdan yasalgan yo'g'on bir jozi yo'laklik turadi. Uning u yerda turg'uniga uzoq bo'lgan edi. Yakov tog'am bu yo'g'on jozini xotinning qabrisiga qo'yish uchun tayyorlagan ekan. U xotinning yili bo'lgan kuni bu jozini o'z mo'risiga elib qabristonlikqa opirishga va'da qilgan edi. Xotinning yili qishning boshlaridagi shanba kuniga to'g'ri keladi. Bu kuni havo qattiq sovuq bo'lib, shivirg'an chiqib turadi. Bovam bilan momam navirlarni elib, atdigandala qabristonlikqa ketgan edi. Men qadaliq o'tkazib qo'yg'ashqa uyda qoldirilgan edim. Ikki tog'am qisqa juvi kiyib, jozning to'g'ri yog'ichining ikki beshini ikki mo'risiga qo'yishdi. Jozning tik yog'ichini bo'lsa, Siganok o'zining kang mo'risiga qo'ydi. Siganok uning ig'irligidan u yoq bu yoqqa ig'anglab ketdi. Ko'taralamkansan, deb so'rdi Gergoriy ustam. Bilmayman, bakla ig'irdak turdi. Bu chog'da Mixail tog'am g'azab bilan Gergoriyga: "Ay qarg'o, darvozni tez och!" deb vaqirdi. Yakov tog'ammo Siganokqa: "U yalmamsan, Mixail ishkimizni qo'shgandimi sana tankilanmaymiz", dedi. Gergoriy darvozni ichib o'tib Siganokqa: "Ehtiyot qil, o'zingni oldirib qo'yma", deb tabeladi. Ular chiqib ketgandan keyin Gergoriy ustam mening qo'limdan yetilab ishxonaga boshlab kirdi. Menga bovam bilan dadamning parag'ini qilg'il turdi. Gergoriy parang qilib etib birdinla: "To'xtab tur, bir ish bo'ldimi nima?" deb quloq selib turib qoldi. Ondan keyin alman-talman yugurib o'yliga chiqib ketdi. Uning keyindan men yugurib chiqdim. Oshxonaning o'tirisida Siganok o'ngisiga yotadi. Ko'zlari medirsidir qilmay to'risqa tikilib qolgan edi. Ko'kargan qalpoqlari titrab turadi. Og'izdan oldiran ko'piklar chiqib turadi. Eg'izdan chiqqan qon javg'iydan bo'yniga, bo'ynidan taxtayga tomchib eqiyotadi. "U mudrab ketdi", dedi Yakov tog'am bir xil yiqimsiz ovoz bilan. "Yiqilganda jozoni besib oldi, beliga kelib tushdi. Biz ahvolning chadoqligini ko'rib, jozni darhol ko'tarib elvatdik. Bo'lmasa bizmi meyib bo'latdik. Uni sila qildinglar", dedi Gergoriy g'azab bilan. "Shunda qilgan taqdirni qanday qila olaysan? Ha, sila." Qon to'xtamasdan eqib, bo'sog'ining tövida yig'ilib qoldi. Siganokning beshi bir tarafga qiysilib qoldi. Bir kundan keyin bovam momamla qaytib keldi. Bovam jo'sini yerga cho'rib tashlab o'tib, o'nining barcha: "Bu ifloslar, shunda qobil yigitni halok qildinglar. U yana 5-6 yildan keyin bebaho ko'ri bo'ladi emasmi?" deb vaqirdi. Bovam o'rindiqda o'ltirib, mushtini tugib, tog'inlarimga devaylab: "Bu chilbirda, men bilatdim, sizlar uni ko'rolmaydinglar", dedi. Momam yerga o'ltirib elib, qo'llari bilan Siganokning yuzini to'xtamay silaydi. U keyin aran o'rnidan turib, past ovozda: "Bu yerdan yo'qilish", dedi. Hammaylar oshxonadan chiqib ketdi. Oxiri Siganokning o'limi bo'ngchongsiz dafn qilindi. Men kang karvatda momamning paranglarini tinglab yotatdim. U tizlanib o'ltirib, bir qo'lni ko'ksiga qo'yib, bir qo'li bilan oldirmasdan to'xtab gap qiladi. Momam so'zlarini tugatgandan keyin karvatning yeniga keldi. Men atay tatliq uxlayotgandek bo'lib oldim. "Hay, sen texi uxlamagansan", dedi u ostag'ana. Hamdi uni qanday qilganligini bilganligim uchun o'zimni tuta olmay kulib etdim. Momam ochig'i bilan: "Voy, endi qiyri momaqni zangli qiladigan bo'ldingmi?" dedi. Momam yo'lqonning bir chetini tutib, bir kuchab tortib edi. Men mo'lliq etib, mamoq to'shakka tushdim. Momam qaqoqlab kulib: "Ha, shokichik, adipingni yegansan", dedi. Ba'zida momam noyda uzoq parang qiladi. Bu chog'da men rostla uxlab qolardim. Bir kuni men Mixail tog'amning uyining oldidan o'tib ketib, Nataliya cho'ng opamning uyida u yoqdan bu yoqqa yugurib yurib, nola qilayotganligini ko'rib qoldim. Men uning nima sababdan bundoq nola qilishini tushunatdim. Gergoriy ustamning doim bu yerda turganimdan qarg'u bo'p talamchilik qilganim ming yaxshi deb xo'tildashlarini tushunatdim. Nataliya hammamning ko'zining ko'kirib qolganligini, qalpoqlarining ishib qolganligini pat-patli ko'rib qolatdim. Momamdan tog'am uni uramdi deb so'rasam, momam o'liq kichik tinib qo'yib: "U har kuni kechasi uni urdi. Tog'angni aytimi, Salim", dedi u va yana so'zni davomlashtirib:
Hozir ilgirgidek qattiq urmaydi. Hozir bir nechini uribli bo'ldi qiladi. Ilgari tek soatlab uratdi. Bir qaytim bovang meni tushdan tortib kashkicha urgan edi. U vaqtida urib yerib ketib, bir oz demini elib org'amchi bilan mo ish qilib qo'liga nima chiqsa shuning bilan urdi. Nemish urdi? Esimda yo'q. Bir qaytim u meni urib chala o'lik qilib qo'yib, 5 kungacha tomoq bermagan. Shu chaqda o'lib qag'ili tasliq qilgan edim. Men buni hayron qoldim. Momam bobomga qaraganda birasi yo'g'on edi. O senden kuchlikmi? Yo'q, kuchlik emas, lekin mening erimda. Shunga chidab turishim kerak. Bir kuni momam tizilib o'ltirib, menga hikoya aytib berayotganda, birdala bobom uyning eshigini ochib, bo'g'iq ovoz bilan "Xotin, o't ketdi" dedi. "Nim davatsan?" deb vaqirgan peti o'rnidan sakrab turib, saroy uyiga qarab yugurdi momam. "Bu haykallarni elinglar, bolalarni kiyindiringlar" deb jiddiy, salmoq ovozda buyruq berdi momam. Men yugurgan peti oshxonaga chiqdim. O'yil tarafdagi deriza oltin rang yaltiraydi. Yalang oyoq Yakov tog'am u yoqdan bu yoqqa sakraydi. "Buni Mixail qildi. U o'tqa yotib qochib ketdi" deb vaqiraydi. Derizaning aynaklaridan bo'yoqchilik uyining o'g'isining kuyayotganligi ko'rinib turadi. Oppoq qor beg'irang bo'lib ko'rinadi. Uyning tomlari g'ingshib turadi. Nimaning portlagan ovozi quloqni yarg'udek anglandi. Bu chog'da momam beshiga tag'ar ustiga yotganni o'rab, o'tning ichiga kirib ketib, "Ahmaqlar, sulfatlar portlab ketadigan bo'ldi" deb vaqirdi. "Gergori, uni tutib olgin" deb vaqirdi bobom. "Hay, u endi tugishadigan bo'ldi" Dal shu chog'da momam sulfatga chilangan yo'g'on botilkani ko'targan holda o't ichidan sho'ng'ib chiqdi. Uning usti beshidan is po'qirab chiqib turadi. Momam botilkani opirib, dövlətli qarga tiqib qo'ydi. Ondan yugurib berib, darvozani ochdi va o'yliga yugurishib kirgan qo'lim qo'shnilarga ta'zim qilib, "Ambarni qutqizinglar qo'shnilar, bizning bari yo'qimiz kuyib kul bo'ladi. O't sizlarninkiga mu tutishidi" dedi. Momam o'ylida u yoqdan bu yoqqa yugurib yurib, hammaga qo'mondonlik qiladi. O't besilib, tezlik o'chirildi. Momam oshxonaga kirdi. "Bu kim? Senmi? Qo'rqyapsan? Qo'rqma, hamma ish tugidi" dedi. U mening yenimda o'ltirdi. Atraf yana jimjit va qorong'u kechaga qaytdi. Bobom uyga kirib, bo'sig'ida to'xtadi. "Onasimi?" deb so'radi. "Ha, bir yerin ko'ymaganda" hech qisi yo'q" Bobom momamning yeniga kelib o'ltirdi va bir o'q tortib qo'yib, "Arning bosi sening aqling borkan, xotin" dedi. Men oshxonadan chiqib ketdim. Men amdilla karavotga yotgan edim. Bir chaqirgan ovoz bilan yana oshxonaga yugurib kirdim. Bobom qo'lda sham tutgan payti oshxonaning o'tirisida turadi. U xiyqirab, "Xotin, nemish bo'ldi?" deb so'radi. "Nataliya tug'yotidi" dedi momam. Men shundala boyaqa ovozning Nataliyaning ekanligini bildim. Esimni qilishcha onam to'qanda unda qattiq vaqirmagan edi. Bobom bilan tog'am o'diqib, u yoqdan bu yoqqa tamtirishib yuradi. Momam ulan qo'g'lamoqda edi. Gergori mashga o't yiqib etib, menga "Momang bayla o'tning ichidan chiqqan tursa qandoq tug'dira oladi? Ammangning vaqirayotganini qara" dedi. Men shu orliqda uxlab qoldim. Ko'zimni ochsam, uyning ichi g'alitili ko'rindi. O'rindiqlarda yot odamlar liq o'ltirishadi. Ularning hammasi xuddi bir narsani saqlayotgandek jim o'ltirishadi. Bobom Yakov tog'amga meni ko'rsatib, "Mana opirib yotqiza, uxlasan" dedi. Yakov tog'am meni elib chiqib ketdi. Men karotga chiqqanda u qulqimga "Nataliya hammang o'lib qoldi" deb pichirildi. Men karvotda beshimni takining ostiga tiqib elib, ixtiyorsiz holda Seganokning o'lgan oltini asildim. Qandoqdir bir nima qallamda kengayotgandek, eg'ir mashinalar asta ustimdan besib o'tib, meni ezib yonjayotgandek sezildi. Eshik asta ochilib, momam uyga o'mlab degidek kirib keldi. Mo'risi bilan ishkini yepib, biroz yo'linib turib, qo'llarini so'zib, azoblangan holda, "Voy qo'lim og'rib ketyapti" dedi. Atyazda tog'larim bo'linib chiqdi. Yakov shaharda qoldi. Mixail daryoning o'qidiga ko'chib ketdi.
Bovam bo'lsa boshqa bir ko'chadan o'ziga ajoyib chiroyli cho'ng uy setib oldi. Bu uyning ostongi qavatida qovoqxona, uysida kichkina balxonasi, yon tarafida beg'i bor edi. Butun uylari ijaraga o'ltirg'uvchilar bilan liq to'lgan edi. Bovam ustingi qavatdan o'zi uchun va mehmon kutishga yo'g'on bir eg'iz uyni elib qoldi. Momam ikkimiz o'gizdagi balxonaga joylashdik. Har kuni atganiki bovam o'g'illarining ishlariga qarashib berish uchun bo'yoqchilik do'koniga ketadi. Kashda erib oshqon oldi qaytib keladi. Momam uyda atidan kashgacha tinmasdan tamoq etish, bir narsalarni tikish, ko'ktatliqda va bog'da uni buni qilish bilan avor edi. Ijaraga olg'uvchilar olchib qolgandek o'ylada va uylarda atidan kashgacha u yoqdan bu yoqqa o'pir-to'pir bo'lib yugurishib yuradi. Ba'zida onam qayerdan turib birdamlikka kelib qoladi. Mag'rur, salobatlik onam hammaga sovuq ko'zlar bilan qaraydi va hech qanday iz qoldirmasdan tezla ko'zdan g'oyib bo'ladi. Bir kuni momam menga o'zining o'tgan hayotining bir qismini aytib berdi. Men kichikimda dadamdan yetim qolgan. Anam yosh vaqtida kashta tikishda dong chiqqan. Keyin o'ng qo'li kardan chiqib, to'r to'qiyamaydigan bo'lgan. Shuning bilan boshliqlar uni ishdan bo'shtibatgan. Lekin u bir qo'li bilan qandoq yashaydi? Har yili kuz bilan qishda anam ikkimiz amalsiz shaharda tilamchilik qilatdik. Atyoz kelgandan keyin taraf-tarafga qatiraytdik. Men 9 yoshga kirganda anam meni agashtirib tilamchilik qilishga nomus qilib shaharda turib qoldi. O'zi tilamchilik qildi. Men bo'lsam uyda to'r to'qishni o'rganishga kirishdim. Anamga tezroq yordamlashish maqsadida tirishib, 2 yil haplashgandan keyin to'r to'qishni o'rganib oldim. Hamda butun shaharda dong chiqadim. Momam xo'shal kuladi. Ko'zlaridan nur chaqnaganda qiladi. Jimjit bir kechada momam ikkimiz bovamning uyida choy ichib o'tirdik. Bovamning mijasi yo'q, karvatda o'tiradi. Men qandoqdir xatolik qilganligim uchun bovam meni taloga o'ynag'ili chiqamagan edi. U birdanla yangi bir kitobni elib, xo'shal holda meni yeniga chaqirdi. "Ey, kapsiz, o'ltir." Men bovamning yanida o'ltirdim. U menga Silaviyan yezigini o'rgatgil turdi. U bir harfni o'qisa, men keyindan akishib o'qiydim. Shunda qilib, elibni bir necha qitim o'qidim. Bovam turib tartib bo'yicha so'raydi. Turib aralashtirib so'raydi. Oxir bovam meni karvatdan tushiribdi. "Bo'ldi, bu kitobni ol. Ata hamma harflarni tinmasdan o'qib bersan. Agar to'g'ri o'qib bersang, 5 kopik berman." Men harflarni o'rganishda ancha qiynalmadim. Bovammo menga borgan sari g'amxo'rlik qildigan, meni ancha urmaydigan bo'ldi. Men cho'ng bo'lgan sari yurakli bo'lib, bovamning qoidalarini va ko'rsatmalarini ko'proq bozdigan bo'ldim. U faqat tillab, popoz qilib qo'ydigan bo'ldi. Ko'p o'tmay she'rlarni o'qiy oladigan bo'ldim. Kechda doim bovamga she'r o'qib berardim. Lekin she'r o'qishdan zerikib, bovamdan hikoya aytib berishni so'radim. Bovam yo'linchilik o'rindiqda o'ltirib, beshini ko'tarib, to'g'risga tikilib, o'zining balliq davrini asta so'zlashga boshladi. U 1812 yil edi. Men o chaqda 12 yoshda edim. 30 dan ortiq fransuz asirni o'zining bu yerga haydab kelishdi. Biznikidami 2 fransuz turardi. Biri ofitser, yana biri uning xizmatchisi edi. Eliq xizmatchi otga amriqdi. Uyma-uy yurib, qo'l ishorat qilib, otlarga qarab berishni so'raydi. Dastlabda hammamiz bu dushman otlarni o'ldirib qo'yamkin deb ansirashdik. Lekin kunlarning o'tishi bilan hammaylar uni o'z chaqirib, etini yug'izgan bo'ldi. Uzun o'tmay u sarang bo'lib qilib, tayoq yeb o'lib ketdi. Bovam birdan jim turib elib, so'zni davomlashtirdi. Eliq ofitser noydi muloyim odamdi. Meni qo'liqimdan tutib, fransuz tilida erkiltib bir nimlarni deydi. Onun tilini tushunmasammo bir nimlarni deydi. Ammo noydi yiqimli anlatdi. U menga fransuz tilini o'rgatmoqchi bo'ladi, lekin onam o'rgangili qo'ymadi. Ma'lum vaqtdan keyin u kasal bo'lib o'lib ketdi. Uningga noydi ichim og'rib, boshqalarga to'ydirmay uning uchun yosh to'ydim. Men bovamdan fransuzlar yaxshimi yoki ruslarmi deb so'radim. Men nadim bilay, dedi bovam ochig'i bilan. Keyin yana qo'shib qo'ydi. O'zining o'zida seriq chashqanmi yaxshi? Ruslar yaxshimi? Yaxshimi, yomonimi bor?
Ruslar kuchlikmi? Kuchliklarmi bor, lekin gap kuchlik bo'lishda emas. Odam har qancha kuchlik bo'lsa-mu, hamon otga teng kelolmaydi. Mening Napoleon qandoq odam degan savolimga bobom mangu esimdan chiqmaydigan javob berdi. U mijozi o'tdek odam. U butun dunyoni bo'ysundirmoqchi. Ondan keyin hamma odamni o'xshash kun kechiradigan, boylarmi, amaldorlarmi bo'lmaydigan, darija tabiat degandeklar yo'qolati yashaydigan, har bir odamning huquqi o'xshash bo'ladigan qilmoqchi. Bobom peshini chayqab qo'yib, Napoleonning qarashiga qo'shilmaydiganligini bildirdi. Bobom hech qachon men bilan dadam va onam to'g'riliq paranglashmaydi. Bu suhbatlarning ustiga momam pat-pat kirib qoladi. U asta bir bo'longa berib, jim o'tirib, birdanla yaqinlik ovoz bilan "Bovay, biz Mo'romo teg'iga borgan vaqtimiz qaysi yil edi?" deb so'radi. O'rmonliqda Afg'onistonni tutgan yili, deb javob berdi bobom birdam o'ylanib. "Ha, to'g'ri, biz ulardan qo'rqqan edik." Men qochoqlarning kimligini, nima uchun ularning o'rmonlarda qochib yurganligini so'radim. Bobom qochoqlar oddiy fuqarolar, ular zavodlardan ishdan qochqanlar, deb tushuntirdi. Ularni qandoq tutadi? Qandoq tutmoqchi? Ularni tutish xuddi bolalarning mo'kimikilan o'ynag'iga o'xshashlar. Ba'zilar qochidi, ba'zilar qo'g'lab tutadi. Tutib olsa qamchi bilan urdi, peshonasiga tamg'a besib jazolash belgisi qildi. Nima uchun? Zaruriyat uchun shunday qiladi. Buningda qochgan jinoyatchilarmi yoki tutgan jinoyatchilarmi, buni biz tushunmaymiz. Ular o'tmishdagi vaqalarni aslashib, mening borliqimni unutib qoldi. Ularning ovozi shuncha osta, shuncha muloyim chiqadiki, ba'zida go'yo ular naqshi aytayotgandek, lekin uning hammasi ko'ngilsiz naqshlardek his qilardim. Ular so'zlab aytib, nemishqidir o'zlarining bolalari ustida paranglashishga boshladi. Bobom ochiqlanib, qobig'ini turdi. "Bovay, endi bo'ldi", deb nasihat qildi momam. Nemishqi bo'ldi qilaman. Qaysil tarafdan qaragan bu bolalar yaramliq bo'lib chiqmadi. Bizning ajrimiz naq ketdi. Bobom ochiq bilan vaqirdi. Uyda u yoqdan bu yoqqa mengib, bolalarni tilladi. Kichkina o'riq mushtimini momayga tanglab hayvi qildi. Ularning hammasini sen yo'ldan chiqarding. O'g'ri qilib chiqding. Sen degan jodugar. Bobom so'zlagan sari ichi kuyib, yig'i orlash tovlab, bulundki haykalning yeniga yugurib berib, mushti bilan hadab ko'krigiga urg'ultirdi. Meni xatoligim boshqalarnikidan ortiqmi? Bu zodi nima uchun? Uning butun a'zoyi titrab, yoshga to'lgan ko'zlari g'azab bilan yaltiraydi. Ba'zida momamning so'zlari bobomning xobiliqini bosatdi. Uyn chiqmasdan o'zini karavotga otadi. Momam ikkimiz asta mengib o'z uyimizga balxonaga chiqib ketdik. Lekin bir qitim momam uning oldiga berib, bundoq muloyim so'zlarni qilganda, u birli cho'rgilab, mushtim bilan momamning yuziga birni soldi. Momam santurilib keyniga ketdi va qo'li bilan og'zini tutib qoldi. Keyin o'zini tutib olib, eg'ir besiqlik bilan "Hey, ahmoq sarang", dedi. U bobomning putining yeniga qon tikirdi. Bobom ikki qo'lini ko'tarib devaylab, "Ko'zimdan yo'qol", deb vaqirdi. Momam sarangdabla ishga yaqinlashdi. Bobom unga qarab aytildi. Momam oldirmasdan bo'sg'idan o'tib, bobomning oldida ishni ko'p qilib yepib chiqib ketdi. Ochig'idan yuzlari cho'qda qizarib ketgan bobom ishni tutib turib, qiyri xotin deb vaqirdi. Men ko'rganlarimga ishonmay bo'longda o'ltiratdim. Bu bobomning momamni mening oldimda birinchi qitim urishi edi. Bu hol meni chidovsiz darajada saskantirdi. Hurmatli radio anglag'uchilar, Rossiya yozuvchisi Maksim Gorkining Bolalik davr nomli romanini bugun musharga changlatdik. Davomini atki programmamizda anglaysizlar.